Tövəndə dehqanlarga dövlətlər, yəni millətlər nemiş halak boludu namlıq kitabdan üzlüksüz tərcümə. 7. bab. Buruluş nöqtəsi. 1. paragraf. Paypaqlarning avarçılığı. 1583 yılı William Lee Angliyaning Calvertonga yerlik rahib bo'lish uchun Cambridge universitetidagi o'qishdan qaytib keldi. Elizabeth I, yani 1558 yıldan 1603 yılgacha taxtda turgan. Elizabeth I xalqning cho'qim har doim qo'l bilan to'qilgan posma, ya'ni bosh kiyimi kiyish haqida texi yaqinda farmon chiqargan bo'lib, Li bu xotira qoldirib mundaq yozgan. Faqat qo'l bilan to'quvchilarla bu xil kiyimni ishlab chiqara oladiganlar bo'lib, ammo ularni bitirishga nurg'un vaqt ketadi. Men onam bilan singlimning har oqshomda yengli bilan hapilishayotganliklarini ko'rib o'ylashga boshladim. Agar kiyimlarni ikki yengna va bir tal yip bilan bitiradigan ish bo'lsa, nimishqa bir necha yengni birlashtirib yiplarni to'qishga bo'lmasin? Dal mushu o'y to'qimchilikning mexaniklashishining boshlanishiga sabab bo'ldi. William Lee kishilarni tinimsiz shaklda qo'l bilan tikkuchilik qilishdan ozod qiladigan bir mashinani ijod qilish ishiga kirishib qoldi. U aslab mundaq yozgan: Men Chirkovga va oilamga bo'lgan burchimga sal qarashga boshladim. Mashina ideyasi va uni yasash xiyoli mening qalbimni, zehnimni egallab olgan edi. Oxiri 1589 yılı onun paypaq to'qish mashinasi tayyor bo'ldi. O ayol podshoh Elizabeth I bilan ko'rishib, uningga bu mashinaning ne qadar aplik ekanligini ko'rsatib, boshqalarning bu mashinani ko'chirishini to'sish uchun ayol podshohdan patent talab qilish hayajoni bilan Londonga bordi. Mashinasini qurashtirish uchun bir uyni ijaraga oldi. O'zining rayonidan saylangan parlament vakili Richard Parkinsonning yordami bilan ayol podshohning xususiy maslahatchilar o'migining a'zosi Xonistonning hukmdori Oqsungak Henry Carey bilan ko'rishdi. Carey ayol podshohning mashinani ziyorat qilishni o'rlashtirgan bo'lsin, ammo ayol podshohning yongan inkas ajallik bo'ldi. Ayol podshoh William Lee'ga patent berishni rad qildi va Lee ustam, büyük nişanını gözləpsiz, lekin sizning ijodiyatingizning mening namrat puhralarimga elib kelgan ta'sirini o'ylab beqing. Shubhisizki, sizning ijodiyatingiz ularni xizmatlaridan mahrum qoldirib, tilamchilarga aylantirib, xona vayron qilib o'tadi, dedi. Bundan qattiq zarba yegan Lee ta'limni sinab beqish uchun Fransiyaga ko'chdi. U yerda mag'lubiyatga uchrab, Angliyaga qaytib keldi va ayol podshoh Elizabethning taxt varisi bo'lgan 1603 yıldan 1625 yılga hüküm sürgen Padişah James I'dan özünün kəşfiyatıga patent berishini ödendi. Padişah James I xuddi Elizabeth I ko'rsatgan sabablarni ko'rsatib, Lee'ning talabini rad qildi. Ularning har ikkisi paypaq to'qishning mexanikalashib ketishi bilan siyosiy muqimsizlikning paydo bo'lishidan qo'rqishgan edi. Chunki bu mashinaning ishlatilishi kishilarni xizmatsiz qo'yib ishsizlik paydo qiladi. Natijada siyosiy muqimsizlik paydo bo'lib, podshohning hukmronligiga tahdid elib keladi. To'qimchilik mashinasi ishlab chiqarish unumdorligini g'oyat zo'r darajada oshiradigan yangilik bo'lgani bilan, ammo u shaksizki ijodiy vayronchilikni elib keladi. Lee'ning bu ajoyib kashfiyotiga yondirilgan inkaslar mazkur kitobning muhim iddeasini tushuntirib beradi. İcadi vayronchilikdan qo'rqish yangi tosh qurollar davridan tortib sanoat inqilobi yuz bergichi bo'lgan arliqda nimishqa insonlarning turmush saviyasining ko'tarilmaganligini tushuntiradigan asosli sababdir. Texniklik yangiliklar insonlar jamiyatini gullantirdi. Shundaqla ko'n shaylarning o'rniga yangi shaylar olmishini hamda ma'lum kishilarning iqtisodiy imtiyozi va siyosiy kuchini vayron qildi. Iqtisodning sijil eshish uchun bizning yangi texnikalarga, ishlarni bajarishning yangi usullariga ehtiyojimiz bor. Hamda bularning William Lee'ga o'xshash sabki yangi qitiladigan kishilar tarafidan paydo bo'lish ehtimolliigi cho'ng.
Yeni texniklar jamiyatlarni bayashatlikka cho'mdirishi mumkin yo'q, lekin ijodiy vayronchilik qo'zg'agan jarayon kona texnika bilan kun ilayotganlarning terikchilik yo'liga tahdid soladi. Xuddi Lenin kashfiyotining qo'l to'qimchilarini ishsiz qo'ydiganidek. Texmo muhimi paypoq to'qish mashinasiga o'xshash muhim kashfiyotlar siyosiy kuchning qurilmasiga o'zgarish tahdidini paydo qiladi. Gapning postkalisini aytganda, ayol podshoh Elizabeth I va podshoh James Ining Lenin kashfiyotiga patent berishga qarshi chiqishi hargizmi ularning fuqarolarining ishsiz qilishidan ansirganligidan emas, balki o'zlarining siyosiy jihatda mag'lubiyatga uchrashdan qo'rqqanligi sababidandir. Ya'ni ular bu kashfiyot tufayli ishsiz qolganlarning siyosiy muqimsizlik paydo qilib, hukmronlikka tahdid solishdan qo'rqishgan. Bu kitobning 85-86 batlarida biz Loditis haqida ko'rib o'tganimizdek, qo'l to'qimchiligi bilan kun oladigan ishchilar ko'rsatilgan qarshiliklardan tej aman o'tib ketish mumkin. Lekin yuqori tabiqiy kishilari o'zlarining siyosiy kuchining tahdidga uchrayotganliklarini sezgan aman yangilik yaratishga qarshi kuchli birlik saf tashkil qilishdi. Ularning ijodiy vayronchilik tufaylidan ko'p narsalarni yo'qotib qo'yishdiganligidek paket yuqori tabiqining yangilik yaratadigan tipdagi kishilardan emas, balki aksicha yangilikqa doim qarshi turadigan va hatto yangilikni to'sishga uringanlardan ekanligini ko'rsatdi. Shunga har bir jamiyatning eng oshqo'n shakldagi yangiliklarni ilib kelalaydigan yangi kuchlarga ehtiyoji bor bo'lib, bu yangi kuchlar va ular ilib keladigan ijodiy vayronchilik turli shakldagi qarshiliklarni, jumladan qudratli hukmdorlar va yuqori tabiqadan keladigan qarshiliklarni budjet qilib o'talaydi. 17 asrdan ilgirki Angliyada talon-taroj xarakterli muassasalar uning tarixida, ya'ni Angliya tarixida izchil asosiy o'rni tutib kelgan. Ular ba'zi chaqlarda bo'libmi, mazkur kitobning oldingi 2 boblarida bayon qilganimizdek, Vizantiya bilan Rimda hammani o'z ichiga oladigan muayyan omillar bor bo'lgan chaqlarda iqtisodning ishini barliq keltiradigan. Lekin ular ijodiy vayronchilikning yuz berishiga yo'l qo'ymagan. Shunga ular yaratgan iqtisodiy eshish sijil bo'lmagan va balki yangiliklarning yuz bermaganligi tufayli turg'unlik cho'kib qolgan. Bundaq bo'lishiga sabab yoki talon-taroj qilish orqali texnik ko'p manfaatga erishish xirisi keltirib chiqargan ichki siyosiy mojarolar tufaylidan yoki biz Vizantiyaning hikoyasi ko'rganimizdek hammani o'z ichiga olgan omillarning yo'qotilganligi tufaylidan bo'lgan. Ayni chaqda Abu Hurayraning Natofyan kentidagi bir kishining o'ttirchi umri qadimgi Rimdagi bir puhraning o'ttirchi umridan ko'p farq qilmagan. Bir vakillik xarakterga ega Rimlikning o'ttirchi umri 17-asrdagi vakillik xarakterga ega bir Angliylikning o'ttirchi umri bilan o'xshashroq bo'lgan. Kishilarning kirimidan ilib aytganda, milodiy 301-yili Rim imperatori Diokletian har turli kishilarning ish haqqini bekitilgan maksimum baho, ya'ni eng yuqori baho farmonini chiqargan. Biz Diokletianning ish haqqi va baho haqida chiqargan bu farmonining zodi qanchalik ijro qilinganini uqmaymiz. Lekin iqtisodiy tarixshunos Robert Allen shu farmon asosida vakillik xarakterga ega hech bir hunari bo'lmagan, ya'ni malikilga bo'lmagan bir ishchining, ya'ni qora ishchining turmush saviyasini hisoblab chiqib, qadimgi Rimda yashagan shunday bir qora ishchining turmush saviyasi bilan 17-asrda yashagan italiyalik qora ishchining turmush saviyasining asosan degidak o'xshash bo'lganligini bayqagan. Iroq shimolda, ya'ni Angliyada ish haqqi yuqoriroq hamda ish qarab yuzlangan, hamda jamiyat umumyuzlik o'zgarayotgan bo'lib, bu bobda dal mush hikoya so'zlanadi.